PowerPoint dasturida berilgan ushbu animatsiya sohasi Animation Panel haqida bildirilgan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri? Ya'ni quyida 4 ta mulohaza berilgan, shularning mana bu animatsiya vaqtlariga qarab qaysi biri noto'g'ri ekanligini aniqlashimiz kerak. Demak, bu yerda 3 ta so'z berilgan animatsiyada hello so'zi, star va book so'zlari berilgan. Demak, mana sichqoncha belgisi oldida agar bo'ladigan bo'lsa, demak bu animatsiya mana shu bosilgan vaqtda sichqoncha bosilgandan so'ng boshlanishini bildiradi. Agar mana bu bukni oldida masalan hech qanaqa belgi yo'q, demak bu degani bizda oldingi animatsiya bilan bir vaqtda boshlanishini bildiradi. Ya'ni star bilan bu mana shu ya'ni star boshlanib kelayotgan vaqtda mana 3-sekunddan boshlab demak buk ham qo'shiladi. Ya'ni bu ikkalasi birga kirib kelishi bajariladi. Ya'ni bu yerda o'zi kirib kelishlari berilgan. Hello so'zida e'tibor bersak mana 3 ta ya'ni takrorlanish 3 ta bo'lakka bo'lingan. Va bu yerda har bir bo'lakda ya'ni demak har bir bo'lakda bizda hello so'zi takrorlanadi. Bunda ham, demak bunda ham. Ya'ni bizda o'zi mana 0-sekunddan 3-sekundgacha demak hello so'zi hosil bo'ladi. Keyin xuddi shunday 3 dan 6 gacha yana takror bo'ladi. 3 dan 9 gacha yana takror bo'ladi. Ya'ni 3 marta yellow so'zi bu yerda takrorlanadi. Ya'ni bular bo'sh bo'lgani bilan bu bizda harf chiqishini bildiradi mana bu. Va birinchi bo'lakda o'sha yashil rangda bo'yalgani, ya'ni harflar hali mana bu ikkinchi va uchinchi bo'laklar boshlanmagani hisobidan bo'sh turadi. Ya'ni biz animatsiyada o'sha repeatni takrorlashni bo'laklarni berib va harf takrorlandi desak, aynan shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va birinchisi yashil bo'lgani sababi mana shu birinchi bo'lakda hozircha animatsiya bajarilishini bildiradi. Qolganlarida hali animatsiya bormagan, ya'ni boshlanmaganini bildiradi. Lekin albatta harakat bo'ladi bu yerda. Endi birinchi mulohazaga qarasak, star shakl animatsiyasining davomiyligi 3 soniya deyapti. Qaraymiz, mana star ikkinchi kirib kelyapti va mana bu birinchi sekund bo'ladigan bo'lsa, demak bunisi 4-sekund. Demak bular orasidagi farq, ya'ni 4 dan 1ni ayiradigan bo'lsak, 3 soniya bo'ladi, to'g'ri. Ya'ni 3 soniyada kirib keladi, bizga aynan noto'g'risi kerak. Star va book shakllarining animatsiyalari 4 soniyada yakunlanadi. Starni demak kirib kelishi 1-sekund, demak bookning oxiriga kirib kelishi bu 5-sekundga to'g'ri keladi. Va bu degani bizda 5 minus 1 4, ya'ni bu ham to'g'ri fikr. Animatsiyalarning umumiy harakati 6 soniyada to'liq tugaydi. Ya'ni bizda tugash vaqti mana bu yerga to'g'ri keladi. 9-soniyaga to'g'ri keladi. Bu yerda 6 deb, demak bizda noto'g'ri berilgan aynan to'g'ri javob mana shu 3-chisi bo'ladi. 4-chisida yellow so'z 3 marta takrorlanadi, bu to'g'ri. Ya'ni 3 marta bu mustaqil alohida takrorlangandan so'ng keyin star bilan bookga o'tadi. Ya'ni bu ham noto'g'ri bo'ladi va mana shu hellowni ya'ni 3 ta bo'lak animatsiyasi qanday hosil bo'lganligini bajarib ko'ramiz dasturni o'zida. Birinchi dasturni ishga tushirib olamiz va mana shu yerda hello so'zini yozamiz. Mana hello so'zini yozdik va animatsiyadan kirib biror xil animatsiya turlari bor. Mana bu yerda mana bir nechta turlari bor. Yoki yana qo'shimcha bu yerlar mana ko'rinishdan olish mumkin. Birortasini shu yerdan tanlab olamiz. Masalan, Philip tanlab olamiz. Takrorlanishini mana tanladik va animation panel bosganimizdan so'ng bizda mana quyidagi ko'rinish hosil bo'ldi. Buni moslab olamiz, sekundlarni yaqinroq keltirib va buni bo'laklarga bo'lishimiz kerak. Ya'ni buni bo'laklarga bo'lish uchun o'ng tugmani ustiga bosib, 2 marta chap tugmani tez bossak ham bo'ladi. Timing bo'limi bor. O'sha vaqt bo'limiga kiramiz va mana shu yerda biz demak davomiyligi masalan duration misol uchun 2 yoki 3 soniya deb olsak bo'ladi va repeat mana asosiysi none turibdi, bo'sh turibdi. Mana shuni masalan 3 ta bo'lak bo'lsa 3, 4 ta bo'lak bo'lsa 4 va hokazo tanlaymiz. Demak, hozir bizlar nechta bo'lak kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan shuncha bo'lakni tanlaymiz. Mana 3 ta bo'lakni oldik. Va endi demak okeyni bosamiz va bizda mana har bitta bo'lakda ya'ni hello so'zi harakatlanadi. Endi birinchi bo'lak ya'ni nimaga to'lmadi yoki buni qanday qilib oxirigacha to'ldirib olish mumkin degan savol bo'lsa, yana shu aynan qismga kiramiz va effekt ikkinchi bo'limga o'tamiz. Bu yerda animate text bo'lim bor va animate text bo'limi bizda matnni o'sha harf-marf ya'ni bizda o'sha chiqishini ta'minlaydi va mana bu yerda e'tibor bersak by liter bor.
Ya'ni bizda aynan bu so'z orqali yoki aynan harf ma'rif chiqishini ta'minlaydi va bu yerdagi foiz belgisi bu harflar orasidagi vaqt oralig'i ketma ketligini bildiradi. Buni kamaytirib qo'yish mumkin. Mana va bizda aynan mana yuqoridagi ko'rinishda hosil bo'ldi. Mana har bitta bo'lakda e'tibor beradigan bo'lsak, bizda hello so'zi harakatlanyapti. Mana. Ya'ni mana o'sha 0dan 3gacha, 3dan 6gacha, 3dan 9gacha, 6dan 9gacha har bitta bo'lakda takrorlanish bajariladi. Va qolganlarni ham xuddi shunday starni ham keyingi blokni ham joylashtirib olishimiz mumkin bo'ladi.